baxtli odam uni hobbisi, uni yaxshi ko'rgan, muhabbat qo'ygan narsasi unga pul keltirsa, undan baxtliroq narsa yo'q. Jurnal bo'lardi, Yosh texnik degan. U yerda kompyuterlar haqida maqolalar chiqardi. Kompyuter bo'lmaganiga biz daftarda programma qilib nima qilardim? Tasavvur qilardim, shu menda kompyuter bor. Daftarda programma qilardim. Maktabdagi kompyuterlar faqat o'yin qo'yib berardi. Keyin bir kuni maktabga kelib qoldi. Bitta yangi kollej paydo bo'lyapti. Programmistlar qilamiz degan. Bizning sinfda hech kim bilmagan nima bu programmist. Kim boradi deganda shunday qo'lda ko'targanman. Men bilasanmi nima bu deganda bilaman deb aytib berganman. Shu maxsus spets Toshkentda IT bo'yicha kollej, eng zamonaviy kompyuterlar, eng zamonaviy universitetdan professorlar dars berardi. Kandidat nauklar va anaqa. Shu maktabni bitirishim bilan 92-91 yillarda men уже programmist degan kasbim bor edi.